Xo'p, sertifikat savollarini tahlilini ko'rishda davom etamiz. 28 fevral 2-smena 41-savolga yetib keldik. 41-savolda nima degan shartini o'qiymiz. ABC to'g'ri burchakli uchburchakka O markazli aylana ichki chizilgan. ABC to'g'ri burchakli uchburchak mana 90 gradus bo'lyapti. O markazli aylana ichki chizilibdi. CO to'g'ri chiziq endi davom ettirganmiz. AB gipotenuzani D nuqtada kesib o'tar ekan. Agar ichki chizilgan aylana radiusi ilzosi 3 ga deyapti. Ichki chizilgan aylana radiusi ilzosi 3 ga teng bo'lsa, hamda CO ning OD ga nisbati ilzosi 3 ga ilzosi 2 ga. Demak, ilzosi 3 taqsim ilzosi 2 bo'lsa, bizdan A shartida OD kesma uzunligini toping deyapti. B shartida to'g'ri burchakli uchburchakning kichik burchagini toping deyapti. OD kesma, keyin B shartida to'g'ri burchakli uchburchakning kichik burchagini toping deyapti. Demak, OD kesmani topishimiz kerak ekan. Uning uchun nima qildik biz? CO kesmani topib oldik. Mana bu yer, demak, tushirsak, bu radius bo'lib qoladi. Bu yoq ham radius, mana bu ham radius, bu ham radius. Demak, ilzosi 3, bu yoq ham ilzosi 3 bo'lib qolyapti. Mana ilzosi 3 bo'lgani uchun bu yoq ham shunga teng bo'ladi. Endi mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qolyapti. Shundan biz e'tibor beradigan bo'lsak, ilzosi 3 bo'lsa, mana bu gipotenuza bo'lib qolyapti. CO ni, demak, Pifagor orqali topadigan bo'lsak, CO ning kvadrati bilan kvadratlari 3 + 3 bo'lib qoladi, 6 bo'lib qoladi. CO kesma ilzosi 6 ga teng bo'lib qoladi. Endi mana xossadan boramiz. CO ning O ga nisbati deyapti. CO ning o'rniga ilzosi 6 ni olib kelaman. OD ni yozyapmiz, keyin ilzosi 3 taqsim 2 ni kasr qo'nishda yozib olyapmiz. Bu yerdan ilzosi 3 bilan 6 ni, ilzosi 6 ni qisqartirsak, ilzosi 2 tadan bo'ladi bunga. Proporsiya qilib OD kesmani topsak, OD kesma 2 ga teng bo'lyapti. A shartining javobi 2 bo'lyapti. Endi mana bu yer endi 45 gradusga qo'nib turibdi. To'g'ri burchakli uchburchak. Boshqa tomondan mana bu CD kesma bisektrisa ham bo'lganligi uchun uchburchakka chizilgan aylana markazi bisektrisalar kesishgan nuqtada joylashadi. Mana aynan shu bisektrisa aylana markazidan o'tyapti. Endi biz o'tkir burchagini, kichik burchagini alfa deganmiz, o'sha alfani topib olishimiz kerak. Yaxshilab e'tibor bersak, bu yer alfa, mana bu yer 45 gradus bo'lyapti. Mana bu uchburchakning mana bu yeri, mana shu burchak tashqi burchagi bo'lib qoladi. Ya'ni BCD uchburchakning mana bu burchak tashqi burchagi bo'ladi. Mana shu burchak o'ziga qo'shni bo'lmagan ichki burchaklar yig'indisiga teng bo'ladi. Shuning uchun bu yer 45 gradus plus alfa bo'ladi. Mana bu yer ilzosda 3 ga teng bo'lyapti. OD kesmani topdik, 2 ga teng bo'lyapti. Endi burchakda, demak, sinusi bo'yicha boramiz. Qarsida katet R ning gipotenuza OD ga nisbati to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha OD gipotenuza bo'lib qoladi. Sinusni beradi. Sinus 45 gradus plus alfa ga teng bo'lib qoladi. Bu yerdan radius ilzosi 3 ga teng bo'lyapti, OD kesma 2 ga teng bo'lyapti. Demak, sinus 45 gradus plus alfa ilzosi 3 taqsim 2 ga teng bo'lyapti. Sinus 60 gradusda mana shunga teng bo'lardi. Shuning uchun 45 gradus plus alfani 60 gradusga tenglashib alfani topsak, 15 gradus chiqib kelyapti. 41-savolni B shartining javobi 15 gradus chiqib kelyapti. Xo'p. 42-savolga yetib keldik. Ikkita kvadrat rasmdagi ko'rinishda chizildi. Bu yerda, demak, ko'k bilan yozganlar keyin kiritilgan son, raqamlar, qolgan qoralar, mana qora bilan belgilanganlar dastlabki holat. Ikkita kvadrat rasmdagi ko'rinishda chizildi. Mana bu bitta kvadrat bor ekan, bu bitta kvadrat bor ekan. Demak, S1 mana bu yuza, mana shu 9 ga teng ekan. S2 mana bu yuza. O 27 ga teng ekan. Mana bir S3 bo'lsa, qolgan mana bu yuza S4 ga teng ekan. Shu berilgan bizga. S1 demak 9, bu yer 27 bo'lyapti. Shundan foydalanib S3 ni toping degan. A shartida, B shartida S4 ni toping degan. Nima qildik? Bu yerdan mana 9 ga 27 ni qo'shsak, mana bu kvadrat yuzasini beradi, 36 ga teng bo'lyapti. Demak, kvadrat tomoni 6 bo'ladi.
6 kalar ortda, demak kvadratda 100 ni berganligi uchun 36 bo'lib qolyapti. Shundan tomonlarini 6 desak bo'ladi. Keyin bitta diagonal tushiryapmiz bu yoqdan. Diagonal bo'lyapti. Diagonal kvadrat yuzasini teng 2 ga ajratadi. Demak, yuzasi 36 bo'lsa 18 18 dan ajratib qoladi. Mana bu yuza 18 ga teng bo'lyapti. Mana bu yoq ham 18 ga teng bo'lyapti. Bu yer 9 bo'lgani uchun bu yerga 9 qoladi. Mana bu uchburchakka. 9 9 bo'lgani uchun mana bu kesma aynan mana shu uchburchakni teng 2 ga bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerlar tomoni 6 ga teng bo'lgani uchun 3 3 dan bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu yerda x dedik, bu yerda y deb olamiz. S3 ni toping degani uchun bizga aynan shu x y lar topsak, yuzini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Keyin nima qildik? Mana bu yer alfa bo'lyapti. Mana to'g'ri burchakli uchburchakdan mana 90 minus alfa bo'ladi. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakdan mana bu yer vertikalligidan 90 minus alfa bo'lsa, mana bu yer ham 90 minus alfa bo'lib qoladi. Natijada bu yer alfa ekanligi ko'rinib qolyapti. Demak, mana bu to'g'ri burchakli uchburchak bilan bu o'xshash bo'lib qolyapti. Alfani qarshisida, mana alfani qarshisida x turibdi, bu yerda alfani qarshisida 3 bo'lib turibdi. Mos tomonlari 90 gradus qarshisida 3 turibdi. Bu yerda 90 gradus qarshisida. Endi mana bu 3 ildizosi 5 qayerdan keldi desak, mana bundan demak Pifagor qildik. 6, mana bu yer 3 bo'lyapti. Pifagor qilsak 36, 9, 45 bo'ladi. 9 da mana 45 ni biz 9 kara 5 desak, 3 ildizosi 5 ga teng bo'lib qolyapti. Shunaqa deb oldik. Demak, 3 teng nisbati 3 ildizosi 5 ga, ya'ni mos tomonlarning nisbatini oldik. O'xshashlikdan foydalanib x ni hisoblasak, bu kelib chiqyapti. Y ni hisoblaymiz endi Pifagor qo'llab. Demak, x ni kvadrati, y kvadrat 3 ga teng bo'ladi. 3 ni kvadrati ya'ni 9 ga. X ni kvadrati, buni kvadrati 9 taqsim 5 ga teng plus y kvadrat plus 3 ni kvadrat 9 ga teng. Endi y hisoblasak 6 taqsim ildizosi 5 chiqib kelyapti. X bilan y larni topdik. Endi S3 yuzani topamiz. To'g'ri burchakli uchburchak yuzasi katklar ko'paytirib eka bo'lardik. X ildizosi 3 taqsim 5 3 taqsim ildizosi 5 ga teng bo'lyapti. Y esa 6 taqsim ildizosi 5 ga teng bo'lyapti. Hisoblasak, demak 9 taqsim 5 u 10lik asrda 1.8 ga teng bo'lyapti. A shartining javobi 1.8. Xo'p, S turni toping deyapti. Uni topish uchun biz mana bu kvadrat yuzini hisoblab olamiz hamda mana bu yerdagi 27 ga teng bo'lgan S2 yuzani olib tashlaymiz. Demak, kvadrat, katta kvadrat yuzasini S deb olsak, uni yuzasi A kvadratdan topiladi. A ni qanaqa hisoblab olamiz? Mana bu 3 ildizosi 5 ga x ni qo'shishimiz kerak. 3 ildizosi 5 ga. A ni topganmiz. A ni qiymati bu yerda xo'sh, nima chiqib kelgan? 3 taqsim ildizosi 5 ga teng bo'lgan. A ni topganmiz deb, uzr. X ni topganmiz. X qiymati 3 taqsim ildizosi 5 ga teng qo'shilgan mana 3 ildizosi 5. Buni hisoblasak 18 taqsim ildizosi 5 bo'lyapti. Buni olib borib endi mana bu yerga qo'yamiz. Olib katta kvadrat yuzini topishimiz kerak. Buni kvadrati 18 kvadrati 324, buni kvadrati 5 bo'lyapti. Hisoblasak 64.8 bo'lyapti. Nima uchun bunaqa yozdik? Chunki mana hozir buni yuzasini orqamda ayirib tashlayman. Mana S3 1.8 bo'lgani uchun o'sha 10lik asrda yozib oldik. Xo'sh, mana har bir yozishni o'rniga o'chiryapti. Shunday. Yaxshi, katta kvadrat yuzasini topib oldik. Endi S turni topish uchun katta kvadrat yuzasidan mana bu S3 hamda mana bu S2 27 ga teng bo'lgan yuzalarni olib tashlashimiz kerak. 64.8, S2 bizda 27 ga teng, S3 esa 1.8 bo'lyapti. Buni hisoblab, demak mana olib tashlasam, hozir ayirsam 63 bo'ladi. 63 dan 27 ni ayirsak 36 bo'lyapti. 42-savolda B shartining javobi demak 36 ga teng bo'lyapti ekan. 43 ta nima deyilyapti ekan? Tomoni uzunligi 9 ga teng bo'lgan ABCDF muntazam oltiburchak BC tomonidan G nuqta. Tomoni demak 9 ga teng bo'lgan ABCDF muntazam oltiburchak berilgan. BC tomonidan G nuqta olinibdi. AF tomonidan H nuqta olingan. Agar BG demak 1 ga teng bo'lsa, HF 2 ga teng bo'lsa, rasmdagi ma'lumotlar asosida GH ni toping deyapti. Mana buni x deb oldik, o'sha x topishimiz kerak. Keyin
Mana bu yuza, ya'ni A, B, G, H mana shu to'rtburchak yuzasi S1 ning bu yoqdagi yuzaga S2 ga nisbatini toping deyapti. B shartida. GH ni topamiz. Uning uchun nima qilib oldik? Mana shu A, B, GH ni alohida yozib oldim, chunki kichkina bo'lyapti, yozuvlar sig'ish qiyin bo'lib qoladi. Shuni yozib oldim, kesib olib. Demak, muntazam oltiburchak tomoni 9 ga tengani uchun bu yoq ham 9 bo'ladi. Mana 1 bo'lyapti. Keyin mana 2 bo'lsa, bu общий 9 ga teng bo'lgani uchun bu yoqqa 7 qoladi. 7 mana 1, 7 bo'lyapti. 1 ni ham qayerdan olib kelyapmiz? Mana bu yerdan ko'k chiziq bilan mana bunga parallel kesma tushirib olyapmiz mana. O'sha parallel kesma mana bo'ladi. Parallel kesma bo'lgani uchun mana bitta burchak 120 bo'lsa, mana bular ham 120 bo'ladi. 120 bo'lyapti. Bu degani bular parallel bo'lgandan keyin mana burchaklar ham bir xil bo'ladi. Bir xil bo'lganligi uchun demak bu yoq 1 bo'lyapti, bu taraf ham 1 bo'lib qoladi. Natijada mana bu yer 7 edi, bu yoq ham 7 bo'lsa, bu yer 1 bo'lsa, bu yoq 6 qoladi. Buni yozib oldik. Keyin biz GH topishimiz kerak. X deb olyapmiz. Mana 6 bo'lsa, mana masofa kerak bizga. Uning uchun nima qildik? Mana bu parallel bo'lgani uchun bitta balandliklar tushirib oldik bu taraflarga. Balandlik tushirganimizda mana 9 bo'lsa, mana ham 9 bo'ladi. Mana bu yer keyin 30 gradus bo'lib qolyapti, chunki balandlik tushiryapmiz. Mana 90 bo'lsa, 120 bo'lganligi uchun bitta burchak 120 edi. Nega 30 qoladi? 30 gradus burchak qarshisidagi kvadrat mana to'g'ri burchakli uchburchakdan gipotenuzani yarmiga teng. Bu yer 1 bo'lsa 1/2 bo'ladi mana bu. Bu yoqda ham shunaqa qilsak bo'ladi, 1/2 bo'ladi. Demak 1/2 1/2 9 jami 10 deb beradi bizga. Bu yoq 6 ekan, mana bu yoq 10 ekan. Mana bu yer 120 gradus bo'ladi. Sababi bu yer 60 gradus bo'lyapti. Chunki 120 bo'lsa, 60 bo'lsa, bu yoqqa 120 qoladi. Ham tashqi almashinuvchi burchak yoki ichki almashinuvchi burchak desa ham bo'ladi. Tashqi almashinuvchi yoki mos burchak. Mos burchak deymiz bu yerda. Ya'ni kesuvchi bilan parallel mos burchaklar bo'lib qoladi. 120 bu yoq ham 120 gradus bo'lib qoladi. Yaxshi, endi tomonlar bor. 3 burchak, mana shu 3 burchak bo'yicha ikkita tomoni bor. Uning orasida burchak bor. 3-chi tomonni topsak bo'ladi kosinuslar teoremasidan. X kvadrat 6 ning kvadrati 10 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 10 bo'lyapti. Kosinus 120 gradusda -1/2 bo'ladi. Ikkilar qisqarib hisoblasak x kvadrat 196 bo'lyapti. 14 kvadrat degani x 14 chiqib kelyapti. Demak, GH kesmani uzunligi 14 bo'lib qolyapti. Endi bizdan S1 S2 ni topishimiz kerak. S1 yuzani topamiz. S2 yuzani esa muntazam 6 burchak yuzasidan S1 ni olib tashlab S2 ni topamiz. Keyin nisbatan olamiz. S1 yuzani nima qilib oldim? S01, S02 deb oldim. Mana bu bunga parallel bo'lgan kesma, ya'ni GK deb oldik, K nuqta deb olganmiz mana. O'sha S01, S02 ga ajratdi. Ya'ni S1 yuzani. Shu ikkalasini yig'indisi, shuning uchun S1 deb olyapmiz. S01 mana shu endi parallel bo'lgani uchun bu yerda trapetsiya bo'lyapti. Trapetsiyaning yuzasi hisoblanadi. S01 da hisobladik. Asoslar kichik asos 9 bo'lyapti, katta asos 10 bo'lyapti. Taqsim 2. Balandlik. Mana balandlik desak, endi Pifagordan bu yoq 1, bu yoq 1/2 Pifagor qilsak, bu ildizosi 3/2 chiqib qoladi. Shuni ildizosi 3/2 deb yozib oldik. Balandlik hisoblasak 19 ildizosi 3/4 bo'lib qolyapti. S01 yuza. S02 uchburchak yuzasi, o'shani hisoblaymiz. Uchburchak yuzasi ikkita tomoni berilgan bo'lsa, ular orasida burchak berilgan bo'lsa, mana formuladan hisoblanadi. 1/2 ikkita tomon ko'paytmasi orasi burchak sinus. Shunga qo'yib hisoblasak 15 ildizosi 3 chiqib kelyapti. Endi qo'shamiz. Bunga buni qo'shaman. 79 ildizosi 3/4 chiqib qolyapti. Ana endi S2 ni topish uchun birinchi muntazam 6 burchak yuzini hisoblaymiz. 6 burchak yuzasi, demak, bu yerda biz katta diagonallar o'tkazib bo'lsak 6 ta teng muntazam uchburchaklarga ajraladi. Shuning uchun 6 ko'paytirilgan muntazam tomoni A ga teng bo'lgan muntazam uchburchakning yuzasi ildizosi 3A kvadrat taqsim 4 dan topiladi. Shuning uchun 6 ta ildizosi 3A kvadrat taqsim 4 bo'lyapti. A tomon 9 ga teng bo'lyapti. 9 ni olib qo'yib hisoblasak 6 burchakning yuzasi 243 ildizosi 3/2 bo'lyapti. Endi S2 ni topish uchun aynan shu yuzadan S1 ni olib tashlaymiz. Ayirib, mos ravishda ayirib hisoblasak 407 ildizosi 3/4 chiqib kelyapti. S1 ni ham S2 ni ham topdik. Endi nisbat qilib bo'lamiz. S1 mana 79 ildizosi 3/4 edi, olib kelamiz o'rniga. S2 esa bu qiymatini olib kelib
hisoblasak ildiz 3 taqsim 4 lar qisqarib ketib 79 taqsim 407 chiqib keldi. B sharti, ya'ni 43-savolning B shartining javobi aynan shunga teng bo'lib qolar ekan.